Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. O'rtoqlar, Chorvaga oid bizning texnikalar bilan bir qator tanishtirib chiqamiz. Akamiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Zo'r, Xudoga shukr. Charchamang, bo'yatmishlaringiz. Alhamdulillah, rahmat. Kuni kecha qo'ygan videoni hammaga yoqqan ekan. Aka, bugun biza hozir adresimizni boshlayib ketamiz. Aka, bizning turgan manzilimiz qayerda? Arkbuloq bozori bu. Arkbuloq bozori. Oldida o'zimiz uchun showroom qilib qo'yganmiz. Manziliga keladigan bo'lsak, ipodrom postdan 500 metr vohaga qarab o'tganingizda chap qo'lingizga keladi. Yo, menga bazasi kerak etsangiz, bazaga olib borib ko'rsatib beramiz. Skalatda bor. Skalat bor. Xo'sh, bugun sotuvimizda nima-nimalarni ko'rsatib beramiz aka? Sotuvimiz endi ko'p narsa, endi qo'ldan kelgancha tushuntirib gapiramiz. Yoritib beramiz. Ha, qo'ldan kelgancha. Hozir mana traktor nech pulga baraka bo'ldi aka? Shu traktordan boshlaylik. Hop, 904 traktorimiz. Barto'yli. Aha. 96 kuchli, 4 ta Porsche'li, kompressorlari ham bor. Buni hozir Qo'qonga dastavka qilib chiqarib beramiz. Narxi 160 million so'm. Dastavkalar ichida. Sizniki qanaqa? Magazinmi yoki bu savdo qiladigan joylari bormi? Savdo qiladigan joyimiz shu magazin, mana shu ko'chaga showroom qo'yib qo'yganmiz. Do'konlarimiz ham bor. Aytilgan summada qotib qolmaysiz. Savdo qilib olamiz. To'g'rimi? Balki 160 million deganingiz bilan 160 millionning narsa emas. Savdo qilamiz. Dastavkasi ichida bu. Dastavkasida nima qilib berasiz? Balki kelishib gaplashamiz, kelursiz. Kelishadigan joylari bor. Bu hozir shunda dastavka, pastavka hamma narsasi ichida. Dodamiz Qo'qonda qayerda turasiz? Yaypanda turasizmi? 160 million dastavkasi bilan olib borib beramiz. Dastavkasi bilan. Yo, men vohada tursam-chi aka. Farqi yo'q, 12 ta viloyatga borib beramiz. 12 ta viloyatga dastavkalar bor. Xo'sh, garantiyasi 1 yil. Servis xizmatlari bor. Probegiga qaramaymiz. Qancha yursa ham qo'ldan kelgancha servis xizmatlari bor, qilib beramiz. La, 1 yil ichida navodor buzilib qolsa, servis xizmatlari bor. Bor, servis xizmat bor. Buni nima afzalliklari bor aka? Buni orqasida nimadir bormi? Prinsipi shuni o'zimi? Afzalliklari bor. Nima qilmoqchi bo'lsangiz, nima agregat taqmoqchi bo'lsa, orqasiga hammasi taqib urishadi. Plug, freza, plug hammasi tortaveradi, ishlatib turishadi. Dor sepadigan hamma narsa ulaveradi orqasiga. Umuman muammosi tortaveradi. Aka, hozir qarang. Bu traktorimiz to'g'risida to'liq ma'lumotni akamdan olaylik. Nima deysiz? Bo'ldi, servis xodimimiz Mo'min akamiz, shu ko'pchilik taniydi, Mo'min akamiz javob beradi. Holatni to'liq gapirib tushuntirib beradilar. Mana shu to'g'risida. Keyin qolganlarini ko'rsatib ketaman. Hammasini tushuntirib beradi. Keling. Assalomu alaykum Mo'min aka. Assalomu alaykum hammaga obunachilarimizga. Xudo xolasa 904 bizni qisqacha obzorini qilib beramiz. Hop, 904 imiz 96 kuchi. Turbina motor bilan jihozlangan. Bunga keladigan bo'lsa, oddiy mexanika bo'ladi. Keyin qolgan traktorlarimizni ko'rsatamiz. Reversligi bor. Pritsepni ko'tarishi 450 kg, 500 kg bo'ladi. 60, 70, 76 agatlarga bemalol tushadigan bo'ladi texnikamiz. Bez kabinasi bu. 8 to'rimiz kabinaligi ham bor. Ularni ham hammasini bir chekkadan ko'rsatib ketamiz. Burlovoy enshasi отдельный. Orqa pritsepnoyga отдельный bo'ladi. Moylari hammasi. Servis xizmatlari bormi? Servis xizmatlari ham bor 100%. Korobka, motor, zadniy mostga 1 yil garantiyasi bilan chiqazib beramiz. 12 viloyat bo'yicha. Dastavkamiz ham bor ichida. Bu keyin salonlariga keladigan bo'lsak, oldi vidushchi bo'ladi. Boshqarish funksiyalari ham oddiy, qulay, prostoy variantda bo'ladi. Jana unaqa kaprizni joyi yo'q. Hozir kunda bemalol biza agregat bo'yicha masalan fermerlarga, dehqonlarga tavsiya bera olamizmi shu traktorni? Bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Agregatlari ham o'zimizda bor, frezalari bor, pluglari bor. Chizillari ham xudo xolasa bir hafta 10 kunda kirib keladi, hamma narsasi bor. Ularni ham bir chekkadan ko'rsatib boramiz. Komplekt qilib bersa, nabor ham qilib bera olasiz. Nabor ham hammasini komplekt qilib bera olamiz bemalol. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab. Baraka toping. Ketdik bo'lmasa, minilariga ham o'taylik. Keyin aka, yaxshi narsani ko'rsatamiz, xudo xolasa. Qaysi boshidan boshlaymiz? Nariga boshdan, beriga boshdanmi? Bu boshdan boshlaymiz. 304 dan boshlaymiz-da. Traktorlardan 304 dan boshlaymiz. Yuravering siz. 304, 404. 304 kabinaligimiz bor. 3 silindrli bo'ladi, 36 kuchli. Kabinali qolgan faqat hozir. Uni ham bez kabinasi keladi, xudo xolasa. Xo'sh, Mo'min aka.
Buni avvalambor birinchidan narxini aytib ketaylik aka. Ha, buni narxiga keladigan bo'lsak, Kabinaliga. Ha, kabinalik 304 imiz 94 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Ha, bu traktorimizga keladigan bo'lsak, 36 kuchlik. Прицепной og'irlik ko'tarish yuki hop 250 kilo, 300 kiloda o'zi ko'tarishi. 400 kiloli narsani ham ko'tarib ko'rganmiz. Ikkita silindrli bo'ladi, orqasi enshalari ham baquvvat 16 inchi turadi. Antifriz moylarni qo'yib tayyor qilib dastavka qilib beramiz. Bemalol. Bemalol. Ha, buni ham 5 kabinali varianti xudo xolisa keladi bu ham. O'sha yo'lda. Mana bunga o'tamiz, story. Hop, 400 ga kelsak, buni 5 kabinaliga qolgan faqat. Buni narxi nechi pul aka? Buni ham narxi 94 million so'm. Bu 4 silindrli 40 ot kuchi bo'ladi bu. 5 kabina reverse korobkali bo'ladi bu. Reverse ko'pchilik tushunadi o'zi. Buni ham xuddi shunaqa 94 million dastavkalari bilan moy, antifriz hammasini qo'yib dastavkasi bilan qilib beramiz. Xullas qarang, kelishganda olishdan oldin hamma narsasini o'z batafsil ma'lumotini berasiz, tushuntirasiz. Ishlatib ham ko'rsatib, ishlatib, ko'rib, ana test drive deydimi? Shunaqalarni qilib beramiz. Mana frezalari ham borib olib qo'ysangiz bo'ladi. 94 million ekan. Turistori 304 kabinaniga 94 million. Yana savdosi bor. Qana frezalar. Mana frezalari turibdi oldinda. Puluklari bor. Mana aylanma puluklari. Bular necha gektar bitta ishlashda necha gektar dalani bemalol arig'ini ochib. Traktor ishlashiga bog'liq, o'zini, masalan, shopperga bog'liq-da bu. 10 gektar ham, 20 gektar ham qo'yadi, sekinroq qiladi endi. Bular kichkina miniligini hisobiga. Ha, kattalashgan sari. Bu eng zo'ri xonadonga zo'r ekanda. Xonadon katta-kattani. Ha, katta-katta xonadonlarga, bog'larga, o'shanaqa joylarga 5 kabinaga taqib ishlatadi. Bog'bonlarga zo'r ekan. Zo'r. O'rtoqlar, vodiy voha yo'l tanlamas. Haqiqiy offer deydi. Mana bu joylarni ham bor, freza dotdilar. Hozir modaga trendga chiqib ketgan mahsulotimizni ham urib ketamizmi? Shu To'ristor'dagi mana shu joyini. Z01. Aha. Z01imiz ham mana xudo xolasa buni ko'rsanglar bo'ladi. 14 ot kuchli bo'ladi. 195 motor. Oldi orqa tortadi. Frezasi oldiga taqib ishlatiladigan bo'ladi bu. Buni 20 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. O'zbekistonda 20 million so'm. Buni oldida qo'shlari yo'q ekani bu. Oldida frezalari bo'ladi. Mana shumi? Yo'q, bu yerda yo'q hozir. Buni отдельно qo'yib qo'yganmiz, vitrinaga qo'yganmiz. O'zini frezalari bo'ladi buni. Mana anu ishlari. Ayniqsa ovqat solinayotganda yoki chala yeganda bundoq oldiga surib ketsa ham bo'ladigan narsalari bor o'rtoqlar. Eslatib o'tamiz, bu bazada showroom davomimiz Arkblock ipodrom postdan o'tganingizda 500 metr davomimiz atrofimizda ham bor magazinlar. Bemalol aylanib kelishingiz mumkin, lekin optim joyi Mo'min aka xuddi shu joy bo'ladi. Sklatimiz o'zi 1 kilometr nariroqda sklatimiz joylashgan. Xohlagan joyda solishtirsa ham bo'ladi. Bemalol. O'rtada joylashgan, Chimganam, Lovola hammasi o'rtasida mana shu. 20 million dedingiz. Mana shu 20 million degan apparatingizni bitadigan joyi necha pul dastavkasi ishda qilib berasiz? 19 million 600 ming so'm qilib beramiz. Ha. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Mana mashalloh. O'rtoqlar, chorvaga qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, jo'natib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Xo'sh. Keyingi traktorimizga keladigan bo'lsa 804. 86 kuchli traktorimiz. Buni прицепной ko'tarish vazmi 550 kg, 600 kggacha bemalol ko'taraveradi. 86 kuchi. Bu ham xuddi shunaqa motori kuchliroq, baquvvatroq bo'ladi. Boyiga 404 5 kabina degandan o'sha 4 silindr bo'ladi, porshini katta. O'sha ko'rinishi xuddi shu sham bilan bir xil bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa moy, antifriz hamma narsasini quyib O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz buni ham. Farqi kabinasida ekanda, bor yo'q. Kabinasida. Bu 5 kabinasi, hozir kabinaligini ham ko'rsatamiz. Xuddi shuni kabinaligi ham bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak 130 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Yana kelishadigan joyi bor, kelishtirib beramiz. 130 million. Xolosda. Kami bor ekan. Mabutsi mana 8 so'ri kabinali varianti. Xuddi o'shani kabinali varianti. Bunisiga necha pul so'rayapmiz? 165 million buni narxi. Bu ham O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Aka, zapchasilari bor-a? Endi tabiiy 80-90% zapchasi bor o'zimizda.
bemalol kelganda ko'rishsa ham bo'ladi. Zapchastlarini ham, boshqasini ham standart bo'yicha zavodning moli bu. Filtr, unaqa hamma joydan bizga kelib olishligi shart emas. Liboy bozorga borishsa ham standart bo'yicha o'sha filtr nomerini aytsa, filtrlarni ham beraveradi. Keturadi. Kak xohlagan ustaxonadan, xohlagan zapchast do'kondan borib olishadi-da. O'radi. Bu ham bizga kelib обязательно o'zimiz zapchastimizni olish shart emas. Standart bo'yicha chiqqan. O'rtoqlar, sizlarga tushuntirib berishlari bo'yicha Mo'min akamizani mana olimoqqa har bitta mahsuloti zapchasi O'zbekistonda bor. Xuddi shunaqa. Mana bu bizlar bir qatorda traktorlarimizni ko'rsatib ketyapmiz. Optim joyida bo'lganligi uchun optim narxda qo'yib beraman, Odiljon keling deb chaqirdilar. Hozir bularni endi keyingilariga navbat beramiz. Qaysini olamiz aka? Bu yerda mana bular bor ekan, sudrali yuruvchilar. Akbar aka endi Hatta joyda aka. Yangi yo'lda. Yo'l kelishni bilan yangi yo'lda. Qancha? Hop, dastavkalari bilan hammasi ichida 160 million beradi, olaman. Qancha? Savdo qiladigan, o't beradigan joyi bo'lsa, o't bering. Bo'ladigan 160 million. Kabinaliga 8 tur. Yangi yo'li qatida, yangi yo'lni men juda yaxshi bilaman. Mexanikkadan. Abortirlar, dastavkalar. 165 patrol. Garantiyasi 1 yil. Ana bu shu 500 torni 138 million 500 ming. Bu variant, eng zo'r. 138 million 500 ekan. Texnika olish uchun kelishgan. Texnika oladigan akalarimiz bo'lsa, bemalol tavsiya beraman. Hammasidan bor. Xo'sh, bir chekkadan boshlaymiz endi aka. Xo'p, mini ekskavatorlarimizga keladigan bo'lsak, 195 motor bilan jihozlangan W10 ekskavatorimiz. Bu gusunishniklari kengaymaydigan variantidan bo'ladi. Xo'p, bu xuddi shuni gusunishniklari ham kengayadi, strilari ham chapga o'ngga yuradigan, o'zi ham 360 gradus aylanadigan ekskavatorlar bo'ladi bunisi. Xo'p, narxidan ayting. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini hozir buni nima afzalliklari bor? Buni nima afzalliklari bor? Afzalliklari bir-biridan nimasidan farqlanadi bular? Farqlanishi gusunishniklari kengayadi, torayadi. Bunikida. W10C sida. W10 ni o'zida gusunishni kengaymaydigan varianti bo'ladi. Qarang, xullas Max bor, Lux qanaqa so'zlasa bo'ladi varianti bor. Bu Max varianti ekan. Xuddi shunaqa. Masalan, Li9 Max bilan bunisi ultrasi ekan. Xuddi shunaqa. Strilasi 360 ga aylantirib o'tirmasdan strilani o'zini chapga o'ngga bursa bo'ladi. Buni? Bo'ladi, Voy, mashalloh. Ikkita varianti bilan o'zgaradi. Farqi bor bu bilan buni. Aka, bularga nech puldan so'raymiz? Unisi отдельный, bunisi отдельный. Qizilini 52 million. Mana sarig'ichi. Qizilini, uni ham ko'rsatamiz. Mana sarig'idan keling. Sarig'ini 57 million beradi. O'rtoqlar 57 million so'm. Men o'ylardimki 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar deb o'ylardim. Bu shu darajada arzonmi? 57 million ekan. Yana o't beraman, kesini tepasiga tashlayman. Max pozitsiyasi. Buchi. Ultrasi. Fulli. 62 million. Bir dona qoldi. Yana qarab o't beraman, oladigan odam bo'lsa, o'zi kelib o't ketsa. 62 million ekan. Fulli. Narxi 57 million so'm. Ultrasi. Bu ham 57 million, yashil. Yashili, bir xili. Dizelda ishlaydi. Bularni hozir hamma ko'rsatuvchilar dizelda ishlaydi. Hammasi dizelda ishlaydi. 195 motor bilan. Soatiga hisoblanadimi yoki kilometriga? Soatiga 1 litr rasxod. Soatiga 1 litrmi? Voy, mashalloh. Soatiga 1 litr. O'rtoqlar, qanaqa texnikalar chiqib ketyapti? Eng arzon optim joydan olaman degan akalarimiz bo'lsa, 52 million dedilar. Buni unisi 57 dedilar, mana bunisini 62 million dedilar. Fullini. Endi siz W10 to'xtatib qo'ydingizmi? Yo'q, ketamiz. Ketizdan yuraveraman men. W17 ga o'tamiz. Endi mana o'rtada qolib ketganning hisobiga orqada yana bor, shuni ko'rsatib o'ra qolamiz. Joyimiz zo'r. Yuravering. Alloh barakasini bersin. Kim olsam, lekin baraka topadigan joylarimiz. Xuddi shu ekskavatorni W17 si bor.
3 silindrli bu antifrizli varianti bo'ladi. Aka, bunisini narxi necha bo'ldi dedik hozir? Xo'p, 87 million so'm qilib beraman. O'zi 90 million sotilgan. Hozir skidkaga tushib 87 million so'm qilib beryapmiz hozir. Xohlagan joylarini borib Bemalol surishtirib olishsa bo'ladi. bo'ladi. Bemalol. Unisiga muammo yo'q. Muammo yo'q. 60-70% zapchasi o'zimizda bor. Отдельный гусеничнийлari, kovushlari отдельный. Bu 3 silindrli bo'ladi, antifrizli varianti bu. Kerak aka ukalarimiz bo'lsa bemalol aloqaga chiqib foydalanib qolinglar. W17 desa bemalol kelib ko'rsatib beramiz hammasini ishlatib. Optim joydamiz. Hozir biz katta fermerlarga, ana endi mini xonadonlarga bir ko'rsatib bering texnikalaringizni aka. Xo'sh. Qaysi biridan boshlaymiz hozir? Xo'p. Mashinadan boshlay qolaylik aka. Eting. 7 ot kuchli. Ha? Xo'p, 170 Porsche bo'ladi. Balon 4 8. Narxi 3 million 100 ming qilib beramiz. Buni endi 10 sotu, 20 sotu, 30 sotu, 50 sotugacha ham bo'lgan joylarda ishlatib tursa bo'ladi. Qattiq yerlarda ham ketiradi ekan-da. Qattiq yerlar emas, endi o'zi kichkina 7 ot kuchli. Xonadonga 30 sotugacha bo'lgan joylarga bo'veradi, ketaveradi. Undan kattasiga ham bo'ladi, endi dam oldirib ishlatish kerak. Endi puli bundoq odam misol uchun olib ishlatib tursa bo'ladi. 10 million, 15 million olib shart emas, mana shundan shu ishni qiladi. Narxi nechi pul? Puluk taqsiz bo'ladi, misol uchun ariq ochadigan taqsiz bo'ladi. Kartoshka ko'liga taqsiz bo'ladi, narxi 3 million 100 ming qilib beramiz. 3 million 100 ming so'm. Hop, motobloklarimiz 5 ot kuchida, bizda mana shunaqa ikkita balonli edi, 5 ot kuchida, 17 ot kuchigacha bor. Endi narxi shu 3 million 100 dan boshlanadi, prosta aytib o'tib ketaman. Agar ko'proq olishsa, misol uchun 40 ta, 50 ta olishsa, ya'ni o't beramiz. Ketaveradi-da. Ketaveradi, ha. Keyingi aka mabodo qarang. Men texnika olib borib sotadiganlarchi sizga murojaat qilsa bo'ladimi? Telefon qursa. Siz o'zi Optim, Optim. birinchi qo'l o'zingizlar olib kirasizlar. To'g'rimi? Shunaqa o'zingiz tavsiya berib ketinglar-da, aloqaga chiqinglar. Bundan nechta komplekt kerak, mana bunisidan qancha kerak aytsanglar bo'ldi. Biz sizlarga yetkazib beramiz deb. Bo'ldi, qilib beramiz. Keturamiz. Bunisi necha ot kuchli? Hop, bunisi 5 ot kuchli, salarkada ishlaydi. Endi 5 ot kuchi deb 173 Porsche lekin o'zi 7 ot kuchiga yuradi. Kim kerak bo'lsa telefon qo'yursa. Narxi qancha? Soni cheklanmagan, ko'p. Hop, narxini buni 4 million 300 qilib beramiz. 4 million 300 ming. Keyingisiga navbat beramiz. Hop, 173 Porsche, 7 ot kuchli, salarkada ishlaydi. Ko'pchilik 5 ot kuchi deydi, VM brendiga tegishli, VM zavodiniki. Hop, buni bu 5,5 million narxi. Buni qimmatroq varianti ham bor, 6,5 million. Ko'pchilik biladi, o'zi VM ishlatganlar. Buni 10 yillam ishlayveradi. Muammosiz, faqat moya qilib ishlatsa bo'ldi. Hop, akkuratni ayab ishlasanglar, yillar davomida xizmat qilaveradi. Xuddi shunaqa. Narxi 5,5 million so'm. 5,5 million. Benzilligi 4,5 million. 4,5 million. Bu dizelda ishlaydimi? Bu dizel, okey. Oh. Salarkali. Hozirgi kunda shu bu yog'i kunlar soatdi, yoz kunlarda salarka olib ishlatgan ma'qul. Agar salarka olib ishlatib yurgan odamlar salarka olsa yaxshi. Tushunmaydigan odam benzin olib ishlatgan yaxshi. Mabodo. Tushunmaydigan odamga. Chunki soatiga qancha ketadi rasxod? Rasxod bir 350-400 gramm deb bo'lsa uzog'i. O'zi bitta Porsche'li 173 Porsche ular ko'p yemaydi. Ko'p yemaydi? Benzinga qaraganda salarka rasxod kamroq. Agar ishlatib yurgan, agar salarkani ishlatib yurgan odam tushunsa, misol uchun salarka olsa maza qilib ishlatadi. Ishlatmagan odam benzin tavsiya qilamiz. Benzin o'zimizga chapani yigitlarga turadi. Ishlatib turadi. Ko'pchilik benzin ishlatish osonda, tushunmagan odam ishlatib turadi. Narxi 4,5. 4,5 million. Bunisi nima ekan? Bu gusunichli modelimiz. Faqat shu traktor o'zi qo'ygan, zapchasini anaqalarini sotib bo'lganmiz. Orqada taqadigan puluk-muluklar qolmaya, o'zi 5,5 milliondan qilib beryapmiz. 177 Porsche 9 ot kuchli. 9 talik, ha? 9 talik. Bu gullarni ichiga zo'r, arullarni ichiga zo'r, pushlan bosib olmaydi. Pulukingiz bo'lsa taqib ishlatib turasiz. Xullas, minisi, teplisasi borlarga ham zo'r ketirar ekan. Teplisasi borlar zo'r, aka. Bundan katta modellarimiz bor. Bu yerda hozir ko'rinmayapti. Mana bu yerda bor. 10 talik bor. 9 talik benzinli bor. 13 talik bor benzinli. Mana bor ekan-ku. O'tiramiz, oraga kiramiz. Endi orada sal. Bunisiga necha pul so'raymiz? Endi bizning joyimiz sal kichikroq, keyin safar boshqacha kontent qilamiz. Bo'ldi. Hop, bu mana 13 talik, 9 million. 13 talik, 9 million. Yangi korobkada olib beramiz, ochilmagan. Hop, bu 9 talik 8 million. 8 million. Bor, nechta soni cheklanmagan. Mana 10 talik. 10 talik. 10 talikni 10 million 750 ming qilib beramiz. 11 million sotyapmiz, 10 million 750 ming qilib beramiz.
Joyiga qarab ketaverar ekan, kattaroq. Bu ularni olsangiz aka, lekin 2 gektar ham haydayveradi. Umuman ko'rdim demaydi. O'zi charchab qolmasa ishlayveradigan narsa. 186 motor. Buni 12 ot kuchi ham bor, 11 million. 11 million, ha? 188 motor bo'ladi. Bunisi nima ekan? Zapchaslari bor, motorlari bor. Bu kasilka endi bu yog'iga bedorim, sholi, bug'doy o'rim boshlandi. Aha. Asosan bu bug'doyga, jo'xoriga sholligi zo'r. Bu. Ha, 1,5 metr joy uriladi, bir tarafga taraf ketaveradi. Narxi qancha? Buni narxi 14 million qilib beramiz. Dastavka bilan qilib beramiz mayli, O'zbekiston bo'ylab buni. Ketaveradi. Dastavka ichida qilib beramiz shularni. Kasilkalar dastavkasi ichida mana shular. Xohlasanglar alohida kasilkani o'zi ham bor. Motoblokka tushadi degan. Ha, motoblokka bo'lsa, o'zi o'rnatib qilsa bo'lar ekan-da, gardiz bo'lsa. O'rtoqlar 120 ligi bor mana buni, xuddi shuni 120 ligi 177 Porsche, 177 benzinda ishlaydi. Mana shu. Hech qanaqa odam o'sha boshqarib ketsa, ushlab ketsa, o'zi o'rib, o'zi yurib ketaveradi. Narxi 12,5 million. Mana dastavka ichida qilib beramiz. 12,5 millionga. Mana bu necha? Bu 14 million. 14 million. Faqat dastavka yig'ilmagan holatda bo'lsa olib borib beramiz. Agar yig'ib ishlatib beradigan bo'lsak, dastavkaga bizga ko'tarmaydi. Ha, unda ko'tarmaydi. Ha. Agar yig'ilmagan holatda tushunadigan odam bo'lsa, dastavka qilib olsa yaxshi bo'ladi. Mashinasi bo'lsa, mashinasi bilan kelaversin. Mashinasi bilan dastavkasiga nimadir o'tib bering. O'zini mashinasiga. Mayli, o'tib beramiz. Shunaqasiga o'ynaylik. Bo'ladi. Kartani olsa, ketaveradi. O'rtoqlar, ba'zi showroomga kelganmiz. Hozir bilan skalatlari bor. Mana shu orqalarida taxlanib turgan, korobkani ichida upakovkada turgan narsalar mana jamiki oldiga ochib qo'yganmiz. Kelinglar, ko'zinglar bilan ko'ringlar. Xohlasangiz ochilmagan variantini olamasangiz, mana olib ketishinglar mumkin. Ha, frezalarimiz ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. 160 ta, 180 frezalarimiz kelgan, yangi. Narxi endi chiqadi. Hali chiqmagan narxi. Narxi chiqib, endi bugun olib kelib qo'ydik. Dorsepa deganlarimizga, traktordan orqasi ilib ishlatadigan. Ko'pchilik tushunadi. Dorsepa degan 400 litrlarimiz. 400 litrlik dorsepa. Anochi, presep nimaniki? Presep bu VM zavodining motoblokniki. U отдельно sotilaveradimi? Bo'lib qilib beramiz. Kelishtirib qilib beramiz. Narxi qancha? Narxi tak. Mana shu presep menga juda ham yoqdi mana. Qarang. Narxi 5,5 million qilib beramiz. Bu zavodskiy tormozlari ham bor. 5,5 million. VM zavodiniki. Keyin ham kasilkamiz bor mana. O'zi bir dona. O'zi bir dona qo'ygan mana. 12 million. Bu 18 million, 20 million sotilgan. 300 tor, 400 tor, 500 tor traktor tushadi. 12 million skidka beraveramiz. Mayli, dastavka ham qilib beramiz buni. Dastavkasi ham bor. Qilib beramiz. Bir dona qo'ying. Hozir sotilayotgan traktorlarga tushadi, ha? Tushadi, shularga. Biriga bir. Tushadi, okey. Oh. O'rtoqlar, Bunaqa narx yo'q lekin. Bemalol kelib ko'rishsa bo'ladi. optim joyiga kelganmiz. Bundan buyog'iga akamiz bilan hozir kelishib olamiz. Kelamiz, o'sha etgan kunlari chiqarib yangiliklarni yaratib beraveramiz sizlarga. Mana endi foydali kontentga o'tdik.